sizning jilkada. Talları tugel harakat. Bebullah ham amir ve qadir amin taqir. Selam şönler, bugün bizde konakta Harakat Şataka komandası. Yigitler, kızlar, siz qaysi maktabdan? 30 gimnaziyadan bulabız. Şäp. Ni için türkümnün ismi Harakat dep atalar? Çünkü biz aktiv, tırış, ilgir balalar. Biz gül harekette. Biz bu isim turunda büyük uzaqlıqladık. Birinciden biz Qozon yigitleri dep qushasayıq, ondan soň Üçpüşmoqlar dep qushasayıq, ondan soň Ölüşler dep qushasayıq. Bratlar da buldu. Lakin biz bu harakat degenge keldik. Yaxşı. Mine harakatda barakat diler. Bu aytım sizge to'g'ri keladimi? Şäp. Demek siz o'zingizda bir yerda tek o'tirishga yoratmisiz, shulaymi? Şulay. Albatta. Biz rayon boylab gimnaziyada da, her şaqta da yeş birerindey şaralarda da qatnaşabız. Şulay uq sport şaralarında da qatnaşabız. Barabızda biz şangı yarışlarında qatnaşabız. Mine meselen Bulat Kireşi bizde, Emir Bokskayri, Vadil voleybolni, min samba şug'ullanem, Emil fitness bilan. Şäp, shundan da bek aktivlar ekansiz. Eng zo'r jingingiz deb narsani ayta olasiz? Shahar ko'lamida Ayda Shoyard o'yinda ikkinchi o'rin alu bek zo'r jingi bo'ldi. Zor jing'i ul yaqinlarimiz oldinda, do'stlarimiz oldinda shigish yasab bo'ldi. Biz jing'i turida o'ylamadik da, ammo lekin ikkinchi o'rin yog'ladik. Shunga bek shabmiz. Şäp, afarin qutluymiz. Bunga qadar Ayda Shoyardda qatnashganingiz bor edimi? Yo'q. Mine bizning maktabga biz birinchi shoyamlar ham topqirlar komandalar. Ve bizning için zor qurliq g'urliq. Qurliq tugel, g'urliq. Olaysa bu sizning uchun birinchi sinov. Nechiksin? Bek og'ir bo'lmadimi? Büyük uzoqqa suzildi endi. Biz noyabrda o'zimizning komandani jiyib oldik. Endi sahnaga basa boshladik. Biz bek sahnani bek yaratamiz endi. Yanvarda bizning birinchi turuzda, shol turdan biz gal konsertga o'zdik. Ham gal konsertdan so'ng biz bek o'zimizni aybat his etdik deb aytayım endi. Senin söylemin de yıl boyuna sızıldı. Bizde sahnani bek yaratamiz. Sahnaga yerleşken kishilar. Mana shulay. Bek shäp. Repetitsiyalar vaqtida ko'p darslarni qoldirdingizmi? Aydagiz yigitlar, qizlar, jırlab alayıq hali. Şatıka oyunlarında her vakit improvizatsiya tabi bulan. Min de sizge bir birim elim. Mindən sizge cümlenin başı, siz onun ahırın kızıq itip temularga tiyiş. Keliştik mi? Aydagiz. Tohtar karşısında psikologlar gerek mi? Çünkü bizning jırımız var. Baxtda, şadlıkta, esenlikda, sağlıkta. Şäp, baxtli bo'lur uchun 3 qoida. Qışıtmagan jeringni qoshima, ko'p so'z, yo'q so'z, tükürüp bir sene. Hodi Toqtashqa yarib, sen muqamay do'sting, alla nishlading? Distan deyip ishga kirmading. Amina, programmadagi nomerlarni siz o'zingiz o'ylab chiqarasizmi? Yoki sizning uchun kimdir ularni yozib berami? Albatta biz borasini da o'zimiz yozdik. Afarin. Temalarni qon topib bitirasiz. Temalarni turmushdan biz olamiz. O'zimizdan o'zimiz kulamiz. Afarin. Sizga kelajakda da o'ngishlar tilab qolamiz. Rahmat. Jingularingiz davomli bo'lsin. Yigitlar, aydagiz tag'in bir o'zimizning jırimizni jırlab olayıq hali. Aydagiz. Interview biter, niga biter, nigasın şula bikti, sütüp gider, dürüst
Dostlar, Erşoyan TV'da tapşırılar devam ete. Bizden ayrılmağız. Ayrılmağız, ayrılmağız, senin sebepleri. İntervyunu bitirmeyiz. Әллә нәрсә әйтәсең сиңа? Ya sizin kızık haller bulganınız var mı? Bizning har repetitsiya qiziq hallar. Peki boş vakitte ne işleysiz siz? Anekdotlar söylüyoruz. Boş vaqtda kulib yuribmiz, o'ynab yuribmiz, gitarada o'ynaymiz, gitarada o'ynaymiz, o'qiymiz. Boş vaqt yo'q. Sahnada shunday yaratsangiz sizga unda rahatdir bit indimi? Albatta endi bizga birinchi klassdan beri shu sahnada bizga birga endi shulay yuribmiz birgalab. Repetitsiyalarimiz har kun o'zami? Har kunni tugul endi Shitik oldimdan har kunda shitik oldindan gina shu shitik oldimdan bizning vaqtimizdan qatli ko'p tugul. Biz oila bilan turib ishlaymiz. Sahnada yerga tegishdik. Siz bütünüz bir klassdami? Qaysi klasslarda o'qiysiz? Yo'q, men 10-chi klassda. Paralelda o'qiymiz. Ular bir paralelda o'qisa, men 8-klassda. Eng kishisi men. Siz nechanchi klassda? 10-klassda 2-yilga yigirmasi Allohga topshirib